Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga domni puliga, yana qo'shimchasiga bo'lib to'lashga mana shunaqa bitta hovli topib qo'ydik. Bu hovlimiz Tutzor mahallasi, Shahrisabz shahar Tutzor mahallasi Madaniyat ko'chasida joylashgan. Shundoq mana bu Detskiy bolnitsani shuni orqasidan kirib kelish. Ko'p emas, bir 300 metrla kirib kelsangiz, 2 sotikli 4 xonali mana shu xonadonimiz korobka holatda. Svetlari, gazlari, suvlari bor. Ko'chamiz ham mana shu ko'chani mana shu boshigacha asfalt beton bo'lgan. Bag'i ham bo'ladi, xudo xolasa. Darvozalar qo'yilgan. Shunoq kirishimizdan bizani mana shunaqa o'ng qo'lda ziloniy zonasi kutib oladi. Plus mana bu yozgi oshxona, yonida hammomi, hojatxonasi joylashgan. Kattagina darvozaxona, bemalol mashinalaring ham sig'adi. Mana bu asosiy binomiz. Ko'rib turibsizlar, yaxshi, sifatli qurilgan, sifatli materiallar ishlatilgan. Asosiy binomizni ko'rsatadigan bo'lsam, 4 xonalik, xonalari katta-katta. Mana bu bitta mehmonxonasi mana. Korobka holatda, tashqi eshik derazalari qo'yilgan. Elektr montajlari ham bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, anchagina katta xonamiz, 2 ta derazasi bor. Bu mehmonxona. Bu tomonda anchadan beri odam kirmagan. Bu tomondagi xonasi bundan ham katta xona bu. Mana juda katta xona bu. Bu ham xuddi shunaqa korobka holatda qumshovoqdan chiqqan grubisi. Mana elektr montajlar bo'lgan, svetimiz bor ekan. Elektr montajlari ham bo'lgan. Bu qarang, proyekt qanaqa bo'lgan? Mana shu burchakda, mana shu ko'rib turgan burchaklaringga kuxonniy uголокga mo'ljallangan. Mana bu xolodilnikda rozetkasiga qo'yilgan. Bunisi gazni vытяжкasiga qo'yilgan. Xullas, mana shu yoqda kuxnyani o'rnatib, qishki, zimniy, alohida tashqarida letnisi ham bor. Bu zimniy kuxnya bo'lib, mana bu tomonda uголок qo'yib, divan qo'yib, bunaqa uголок, stol qo'yib, shu yerda tayyorlab, shu yerda o'tirib yeb ichadigan joy mo'ljal shunaqa bo'lgan proyekt. Mana bu yoqda televizorga qoldirilgan, antennasiga, rozetkasiga. Mana shunaqa plan bilan qilingan. Mana bu ikkita spalni bu. Mana bittasi spalni, bittasi detskiy bo'ladi. Ikkalasini ham ichida dushovoy kabinaga xona tashlangan. Mana bu xonamizga ko'chaga qaragan derazasi yo'q. Shu uchun bu xonamiz qorong'u xona. Buni ham ichida dushovoy qilingan. Mana bu derazasi ko'chaga qaragan bitta spalnisi. Xohlang buni detskiy qilib, unisini spalni qiling. Xohlang unisini detskiy qilib, unisini spalni qiling. Mana shunaqa, xuddi shunaqa dushovoy qoldirilgan bu tomonga ham. Xullas, proyekt bilan juda chiroyli qilib, orzu-havas bilan qilingan. Bunaqa pulga hozir normalniy dom ham olib bo'lmayapti. Xullas, domni puliga, qo'shimchasiga yana bo'lib to'lashga, yana ham aytamiz, boshidan $15,000 berib turib, oyma-oy $1,000dan 20 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsangiz, yana ham batafsil gaplashamiz. Mana bu letniy kuxnyasi, mana bu ham shu yoqdan chiqqan. Elektr montajlari bo'lgan. Kanalizatsiya yama qilingan. Yamasi mana shu burchakka qoldirilgan. Hozir mana shu turgan joyimizga mana shu yama bor. Bunisi hojatxona, bunisi mana
kotyolli o'rni qoldirilgan, banya qilingan, kichkinagina banya. Mana tepasi monolit bo'lgan. Tepasi monolit bo'lgan. Kichkinagina banya qilingan. Tez isiydigan, ixchamgina qilib qilingan. Xullas, mana shunaqa bo'lib to'lashga o'y qidirib yurganlar bo'lsa, videomizni tashlab qo'yib, like bosib, podpiska bosib qo'ysanglar, mana shunaqa manfaatli videolarni biz chiqarishga harakat qilamiz. Sizlarga foydali bo'ladi. Kimdir o'yli bo'lib qoladi, sizlar ham savobga qolasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalimizni kuzatib turavering.